Bu yerga kelganimizga 3-4 oy bo'ldi. Men ham, oyim ham, dadam ham yangi uyga, qo'ni-qo'shnilarga allaqachon o'rganib ketdik. Buvim esa xuddi biror narsasini yo'qotgandek xayol surib qolar, turib eski hovlini qo'msab qoladi. Eski mahallaga bir borib kelsak-chi, Bu gap menga yoqmaydi. Qiziqsiz-a, buvi, deyman. Eski mahalla qolibdimi? Shunda buvim birdan bo'shashib, eshikning oldidagi nok turganmikin, deydi. Buvimga hayronman. Ko'chayotganimizda boshqa narsalar qolib nokka achingan. Men-ku nokni eslasam yuragim g'ash bo'ladi. Kesilib ketsin deb yuraman. Buvimning xomushligi bahona bo'ldi-yu, kiyindim. Buvimning oldiga kirib, "Qani, yuring", dedim. Shu topda bechora buvim yosh boladek quvonib ketdi. Mana ikkimiz avtobusda eski mahallaga ketyapmiz. Buvim oynadan bosh chiqardilar. Ilhaq bo'lib nimanidir qidirdilar. Men esa qani edi, nok kesilib, to'nki-po'nkasini ham buldozer qo'porib tashlagan bo'lsa, deb boryapman. Bunday deyishimning sababi bor. Ayni nok pishig'i. Ertaga tomosha degan kuni alla vaqtgacha uxla olmay yulduzlarga qarab yotdim. Tongga yaqin ko'zim ilingan ekan, peshonamga tushgan allaqanday mushtdan dodlab o'rnimdan turib ketdim. Qarasam, yostig'imning ustida bir dona nok dumalab yotibdi. Eng yomoni, hash-pash deguncha chap ko'zim ko'karib, qovoqlarim shishib chiqdi. Bunaqa bashara bilan ko'chaga ham chiqib bo'lmas edi. O'sha kuni hech qayoqqa bormay, alamimdan dumalab yotdim. Keyin chidolmay devorga chiqdim-u, kattakon bir shoxini aralab tashladim. O'sha kuni dadamning koyiganini hisobga olmaganda, butunlay alamimdan chiqqan edim. Avtobusdan tushdik. Jim ko'chalardan, paxsa devorlardan nom-nishon qolmagan. Qator yangi uylar, ba'zilari 2-chi, 3-chi qavatgacha ko'tarilgan. Tumshug'i havoga sanchilgan ko'tarma kranlar taqataq to'xtagan, hamma ovqatdan so'ng nokning quyuq soyasida hordiq chiqarardi. Biz ham buvim bilan bir chekada o'tirib dam oldik. Ishchilardan biri shipillab nokning ustiga chiqib silkitgan edi, nok duv etib to'kildi. Qiy-chuv kulgi bilan qizlar nokni terib o'rtaga qo'yishdi. Men ham oldimga tushganlarini cho'ntakka urdim. Nok qoqqan kishi pastga qarab, "Bo'ldimi?" dedi. "Ha", cho'g'rilashdi qizlar. "Ertagaga ham qolsin." U ohista tusha boshladi va xuddi men kesib tashlagan joyga kelganda nazarimda beixtiyor to'xtagandek bo'ldi. Men o'zimni allanechuk sezdim. Buvimga bildirmay sekin nokka qaradim. O'zim ham eng chiroyli shoxini olib tashlagan ekanman. Shu topda nok bir qanoti singan burgutni eslatdi. "Buvi", dedim nok chaynab. "Nega shu nokni yaxshi ko'rasiz-a?" Buvim esa ha deganda javob bermadi. "Buni", dedi nihoyat xayol bilan. "Buni rahmatli buving ekkan. Odamlarga ekkan, ana shu tagida o'tirgan odamlarga ekkan bolam. Azim tub nok esa jaziramada odamlarni bag'riga chorlab, go'yo buvimning gaplarini tasdiqlagandek tepamizda sirli shovullar edi."